Inson tafakkuri, vaqt va tarix bir nuqtada uchrashadigan muqaddas maskanlar bor. Bu muzeylardir. Har bir eksponat o'tmishdan kelgan ovoz, har bir naqsh esa asrlar sirini o'zida mujassam etgan san'at mo'jizasidir. Bugun san'at mo'jizasi ko'rsatuvi orqali siz bilan birgalikda viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyiga sayohat qilamiz. Darhaqiqat, muzeylar xalqimizning boy madaniy merosi, urf-odatlari va san'at an'analarini asrab-avaylab kelayotgan noyob maskandir. Bu yerda namoyish etilayotgan har bir ashyo o'ziga xos hikoya, har bir asar esa o'tmish bilan bugunni bog'lab turuvchi ma'naviy ko'prikdir. Muzey zallarida qadimiy kulolchilik buyumlari, nafis naqqoshlik namunalari, milliy liboslar va xalq amaliy san'atining betakror durdonalari joy olgan. Ularda xalqimizning didi, zehni, mehnati va qalb harorati mujassam. Navoiy viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi 1992-yilda tashkil topgan bo'lib, bugungi kungacha faoliyat olib kelyapti. Qarangki, mana shu teleekran ortida o'tirgan yurtdoshlarimizni aynan bayram arafasida kutib olganlaridan juda ham bag'oyat xursandmiz. 30-yanvar muzeyimiz tashkil topgan sana, ya'ni o'sha kunda barcha muzeychilarimiz bu kunni bayram sifatida nishonlashadi. Navoiy viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi bugungi kunda ikkita hududda faoliyat olib boryapti. Birinchi hududi siz turgan Karmana tuman Sadoqat ko'chasi 17 uyda bo'lsa, ikkinchi hududimiz Navoiy shahrida joylashgan, ya'ni Madaniyat boshqarmasi Ma'naviyat va Ma'rifat markazida o'z faoliyatini olib kelmoqda. Muhtaram yurtboshimizning sa'y-harakatlari bilan muzeylarimizga berilayotgan e'tiborning kuchayishi bilan 2022-yilning 27-may sanasida 261-sonli qaror imzolandiki, aynan mana shu qaror nafaqat muzeylar sohasini tubdan burilishi, tubdan o'zgarishi, shuningdek kelayotgan sayyohlarimizga servis xizmatini yanada ko'paytirish yo'llarini ochib berdi. Mana shu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Milliy merosga mening hissam umumxalq aksiyasi tashkil etildi. Qarangki, mana shu umumxalq aksiyada Navoiy viloyatini, Zarafshon vohasini, tarixiga xos bo'lgan barcha ashyolar viloyat muzeyiga qabul qilish jarayoni boshladi. Aynan Karmana tumanidan, Xatirchi tumanidan, Qiziltepa tumani, chekka hudud, Nurota tumanlarimizdan ko'plab aholi vakillari aynan o'zlari qo'lida bo'layotgan noyob va nodir ashyolarni muzeylarimizga taqdim etish jarayonlari boshlandi. O'z o'rnida viloyat muzeyi rahbariyati tomonidan mana shu fuqarolarga o'zini qo'lidagi noyob ashyolarni taqdim etayotgan fuqarolarimizga o'zimizning minnatdorchiligimiz bildirgan holda o'zimizning esdalik sovg'alarimiz va ko'plab faxriy yorliqlarimiz bilan taqdirlash jarayonlari ham boshlanib ketgan. 2026-yilni hisob-kitob fondimizga qaraydigan bo'lsak, aynan 10 yil mobaynida muzey ashyolarimiz ko'payishi qariyb 70 barobarga oshdi. Aynan 25-yil bilan 26-yil orasini olsak, 3000 dan oshiq ashyolar viloyat muzey fondiga yangitdan qabul qilindi. Xabaringiz borki, 3000 dan oshiq ashyolar bo'lgan taqdirda kichik muzeylarda, muzey filiallarida bir muzey o'z faoliyatini olib borishga haqli. Mana shu 3000 dan oshiq ashyolarni muzeyimizni fondiga topshirilishi kelayotgan tashrif buyuruvchi sayyohlarga yana ham ko'proq ekskursiya o'tish, yana ham ko'proq tariximiz haqida boy ma'lumotlarni berish bilan chegaralanib qolmasdan, ularni o'z ko'zlari bilan ko'rishga, tarix bilan yaqindan mushohada qilishga sabab bo'ladi. Chindan, muzeylar o'tmish bilan bugunni bog'lab turuvchi ma'naviy ko'prik, avlodlar xotirasini asrab kelayotgan muqaddas maskandir. Bu yerda har bir eksponat o'z tarixiga ega. Asrlar davomida yaratilgan ushbu boy meros muzey devorlari orasida saqlanib, bugungi va kelajak avlod uchun ma'naviy manba bo'lib xizmat qilmoqda. Ma'lumki, qadimiy milliy liboslar xalqning tarixi, dunyoqarashi va ma'naviy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan merosdir. Bu liboslar nafaqat kiyim, balki asrlar davomida shakllangan hayot tarzi, urf-odat va estetik tafakkur ifodasidir. Har bir milliy libos muayyan hudud, iqlim va ijtimoiy muhitga mos holda yaratilgan. Matolarning turi, ranglar uyg'unligi va bezak elementlari orqali insonning yoshi, maqomi va hatto oilaviy ahvoli ifodalangan. Chakmon, kamzul,
kamar, to'n va ko'ylaklar nafosat bilan birga amaliylikni ham o'zida mujassam etgan. Mana bu siz turgan bo'lim etnografiya bo'limi deb ataladi. Ana shu muzeyimizdagi 8 ta zallarning eng chiroyli bo'limlarimizdan biri etnografiya bo'limi hisoblanadi. Aynan tarixsiz kelajak yo'q deyiladi xalqimizda. Mana shu tarixdan bizgacha yetib kelgan ko'plab kiyim-kechaklar, otajonlarimiz, bobolarimiz, onalarimiz tomonidan kiyilgan ko'plab kiyim-kechaklar, bosh kiyimlar, liboslar mana shu bo'limimizdan joy olgan. Siz ko'rib turgan ikkinchi vitrinamizda paranji aks etadi. Ahamiyat bering, paranji ayollarimiz tomonidan kiyilgan kiyim-kechak. Bu buyum 19-asrga xos bo'lib, aynan bizga ma'lumki, hujum harakatida ayollarimiz paranjilarni yechishgan. Paranji kiygan ayollarimiz o'sha nomahram erkaklarga qaddi-qomatini, yuzini ko'rsatmaslik maqsadida paranjilar kiyishgan. Oldida turgan esa chochvon, ot yolidan to'qilgan buyum hisoblanadi. Ichkaridan qaralganda hamma narsa ko'rinadi, tashqaridan qaralganda esa o'sha libos kiygan ayolimizni nafaqat yuzi, balki qaddi qomati ham sir saqlanib ko'rinmagan. Yonda turgan esa kulta po'shaklar. Kulta po'shaklarimiz bugungi kunda tibbiyot xodimlarining aytishiga qaraganda nafaqat boshni issiq saqlagan, balki bo'yindagi grija, astroxondroz kasalliklarini oldini olgan. Chunki ichkaridan tikilgan mato o'zini tabiiyligi bilan ajralib turadi. Qadimda onajonlarimiz, momolarimiz, qizlarimiz tomonidan bugungi kunda ham urf sanalmoqda jamalaklar, soch popuklar taqilgan. Aynan mana shu soch popuklarimiz 8-12 yoshdan boshlab bugungi kungacha yoshi ulug' onaxonlarimiz tomonidan ham soch popuklar, jamalaklar taqilgan. Jamalaklar nafaqat sochni mustahkam qilish uchun yoki o'sha uzaytirish maqsadida, balki o'sha ayollarimizni ro'zg'or yumushlari bilan birga muntazam ish olib borayotganda taomlarga sochlari qo'shilmasligi uchun yoki olovdan, o'tlardan asrash maqsadida, shuningdek boshdagi asab tolalarni tinchlantirish maqsadida ham keng qo'llanilgan. Har bir jamalakning toshlari ham tabiiyligi bilan ajralib turgan. Bugungi kunda o'sha sun'iy toshlar, yaltiroq toshlardan qochgan holda qadimda har bitta toshlar o'zini tabiiyligi bilan juda ham katta ahamiyat kasb etgan. Masalan, jiyda ichkaridagi danaklari yoki qalampir munchoqlar, ko'plab tabiiy mahsulotlarning danaklari mana shu jamalaklarga qo'shib bog'langan. Yurganda esa o'sha o'zini ma'nodor, xush ovozi bilan, jiringlagan ovozi bilan kelayotgan insonlarni o'ziga maftun etgan. Chindan, qadimiy milliy liboslarda qo'llanilgan naqsh va bezaklar chuqur ma'noga ega. Geometrik va o'simliksimon naqshlar hayot davomiyligi, baraka va muhofaza ramzi sifatida ishlatilgan. Zardozlik, kashtachilik va qo'l tikish an'analari esa xalq hunarining yuksak darajasidan dalolat beradi. Qadimiy sopol buyumlar inson sivilizatsiyasining eng ilk san'at namunasi hisoblanadi. Loydan yaratilgan bu oddiy ammo mazmunan boy ashyolar orqali biz o'tmish avlodlarning hayot tarzi, dunyoqarashi va ma'naviy olamini anglaymiz. Sopol buyumlarning rangi va sirlanishi ham alohida ahamiyatga ega. Tabiiy minerallardan olingan bo'yoqlar orqali hunarmandlar o'z davrining badiiy tafakkurini namoyon etishgan. Bu buyumlar nafaqat maishiy ashyo, balki tarixiy hujjat sifatida ham qimmatlidir. Navoiy viloyati respublikamizdagi eng yosh viloyat bo'lishiga qaramasdan, o'lkaning tarix va o'tmishi uzoq ming yilliklarga borib taqaladi. Xususan mana shu Karmana tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, Karmana qadim-qadimdan Buxoro va Samarqand shaharlarini bir-biriga bog'lab turgan shahar hisoblangan. Karmana tarixi to'g'risida dastlabki manbalardan biri bu Narshaxiyning Buxoro tarixi asarida keltiriladi. Asarda keltirilishicha, Karmana bilan Nurota Samarqand va Buxoro kabi ko'hna shahar ekanligi, unda juda ko'plab rabotlar, qo'rg'onlar, aholi yashash manzilgohlari mavjudligi haqida so'z yuritiladi. 1999-yilda muhtaram birinchi prezidentimiz Navoiy viloyati faollari bilan uchrashuv o'tkazganlar. O'sha uchrashuvda ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri bu mana shu Karmana tumanining yoshini aniqlash, bu yerdagi madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish, konservatsiya qilish ishlariga u kishi bevosita tashabbus ko'rsatadilar va bu yerda 2001-2002 yillarda juda katta ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladi. Samarqand arxeologiya ilmiy tekshirish institutining
shu tarixchi olimlari, arxeolog olimlari, etnograflari, manbashunos olimlari mana shu Karmanada juda bir katta ilmiy izlanishlar, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borib, mana shu Karmananing eng qadimiy manzillaridan biri bo'lgan Burg'uttepada mana shu Muhiddin Xo'janazarov boshchiligidagi arxeologlar guruppasi shu yerda qazishma ishlarini olib bordi va 2300 yilga teng bo'lgan ushbu xumni topganlar. Yer ostida nam holatda bo'lganlar va shu yer usti olganlarida quyosh nuridan birdan ta'mirtalab bo'lib qolganlar va qazib olingandan keyin bu xumni to'liq restavratsiya qilib, mana shu Karmananing yoshini ham Buxoro va Samarqand kabi 2300 yillik, o'shanga yaqin yoshda ekanligini ilmiy izohlab berganlar. Arxeologiya bo'limimizda Navoiy viloyatining eng qadimgi manzilgohlaridan biri bo'lgan Sarmistoy haqida ham xalq og'zaki jihatda ko'pchilikka aytiladiki, ochiq osmon ostidagi muzey deb. Bu yerda ham 5000 gektar yerni hududini egallagan bo'lib, ushbu muzey qo'riqxonamiz, u yerda 10 mingdan ortiq qoyatosh suratlari mavjud. Bu qoyatosh suratlarning ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish bo'yicha 3 marotaba xalqaro ilmiy amaliy konferensiyalar o'tkazildi. Mana shu Sarmistoy qoyatosh suratlariga bag'ishlangan. Shuning natijasida bu yerda 32 ta davlatdan mana shu petrograf olimlar, mana shu manbashunos olimlar ishtirok etib, mana shu Sarmistoy qoyatosh suratlarining eng qadimiysi, 7000 yillik tarixga ega ekanligi, hayvonot olami, u yerdagi mana shu ovchilik madaniyati, u yerdagi shu dehqonchilik madaniyati va juda ko'plab o'z davriga ega bo'lgan hayvonot olamining tasviriy san'atlarini, ya'ni shu qoyatosh suratlarini borligini ilmiy izohlab berganlar. Loydan shakl olgan bu buyumlar asrlar davomida xalq turmushining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Ushbu sopol idishlar kundalik maishiy ehtiyojlar uchun tayyorlangan bo'lsa-da, ularda yuksak san'at namunasi aks etgan. Har bir shakl, har bir chiziq va naqsh ma'lum ma'noga ega bo'lib, hunarmandning didi, tajribasi va davr ruhini ifoda etgan. Sopol buyumlarda uchraydigan geometrik va o'simliksimon naqshlar tabiat bilan uyg'unlik, hosildorlik va baraka ramzi sifatida qo'llanilgan. Ayrim eksponatlar esa marosim va urf-odatlarda foydalanilgan bo'lib, ular xalqning ma'naviy hayotidan ham dalolat beradi. Muzeyimiz fondida saqlanayotgan ko'plab buyumlarimiz, etnografiya buyumlari, xalq amaliy san'ati durdonalari, numizmatik buyumlar, shuningdek tabiat bo'limlari mana siz turgan muzeyimizdan joy olgan. 2025-yilda biz o'zimizga katta maqsad qilib qo'ygan edik, aynan mana shu muzeylarimizni tubdan o'zgartirish. Tashrif buyuruvchi mahalliy hamda xorijiy sayyohlar bir xillikdan charchashadi. Xo'sh, bunda nima yo'l kerak? Biz oldimizga qo'ygan maqsadga qanday tarzda erishishimiz mumkin? Muzey zallarimiz bir xil, binolarimiz, vitrinalarimiz bir xil, lekin ashyolarimiz turli xil, xilma-xil. Mana shu ashyolardan keng foydalanilgan holda arxeologiya bo'limimizdan Karmana tumanidagi Jaloyirdagi Burg'uttepa tepaligini shakllantirishga harakat qildik. Aynan mana shu tepalikdan topib olinadigan arxeologik topilmalarni qay tarzda, qay ko'rinishda olinishi, jarayonlari haqida keluvchi sayyohlarimizga mukammal ekskursiya o'tish uchun ekspozitsiyalar tashkil etildi. Tabiat bo'limimiz yanada kengaytirildi. Zarafshon vohasini, cho'llik hududlarini, tuyalarimiz, o'sha kaltakesaklarimiz, jamiki qushlarimiz mana shu bo'limimizdan joy oldi. Navoiy shahrida joylashgan viloyatimiz markazida oldin bo'lmagan numizmatika bo'limlarimiz qaytadan shakllantirildi. Arxeologiya bo'limlarimizni umumiy ko'rinishi tubdan o'zgartirildi. Oldin bo'lgan sanoat bo'limimiz o'rniga xalq amaliy san'ati durdonalari joy oldi. Ya'ni Nuroto kashtachilikka xos bo'lgan buyumlarimiz joy oldi. Chet eldan keluvchi sayyohlar ko'plab mana shu Nuroto kashtachilikka xos bo'lgan buyumlarimizga qiziqish bildirishadi. Chunki mana shu kelayotgan sayyohlarimiz Navoiy viloyatidan olib ketayotgan esdalik sovg'alari sifatida olib ketayotgan buyumlarni bir qismi Navoiy viloyatidagi Nuroto kashtachilik maktabiga xos bo'lgan ashyolar hisoblanadi. Muzeylardagi xalq amaliy san'ati bo'limi xalqning qalbi, didi va hayot falsafasi mujassam bo'lgan noyob makondir. Bu bo'limda namoyish etilayotgan har bir eksponat asrlar davomida shakllangan hunarmandchilik an'analari va milliy tafakkurdan darak beradi. Xalq amaliy san'ati buyumlari kundalik turmushda foydalanish uchun yaratilgan bo'lsa-da, ularda yuksak badiiy mahorat namoyon bo'ladi. Kulolchilik, chevarlik, kashtachilik, naqqoshlik, zardozlik va yog'och o'ymakorligi kabi hunar turlari xalqimizning mehnatsevarligi va ijodkorligini aks ettiradi.
Xalq amaliy san'ati bu nafaqat hunar, balki yuksak badiiy tafakkur mahsulidir. Bu yerdagi har bir naqsh, har bir rang xalqimizning dunyoqarashi va estetik dididan darak beradi. Muzeyimiz ekspozitsiyasidan joy olgan eksponatlardan biri urchuq. Urchuq jun tonlarini qo'lda yigirish, pishitish uchun mo'ljallangan moslama. Urchuq yog'ochdan yasalgan bo'lib, uning bosh qismi ilon izi shaklida ipni ildirish uchun kesiladi. Urchuqdan momolar azaldan chorva mollarining junini yigirishda qo'lda aylantirib foydalanib kelgan. Sharq mamlakatlarida u qadimdan qo'llanilib, o'zbek ayollari urchuqdan kundalik turmushda keng foydalangan. Tayyor bo'lgan iplardan ayollarimiz kashta, allacha to'qiganlar. Bugungi kunda ham Navoiy viloyatining chorvachilik bilan shug'ullanadigan Kanimex, Uchquduq, Nuroto tumanlarida ip, jun mahsulotlari yigirishda urchuqdan keng foydalanilmoqda. Ekspozitsiyamizdagi urchuqlar 19-asrga tegishli bo'lib, u yog'ochdan yasalgan bo'ladi. Bosh qismi sopoldan. Bizning muzeyimizda 2 xil turi mavjud. Ta'kidlash joizki, bu yerdagi har bir naqsh, rang va shakl ramziy ma'noga ega. Ular orqali tabiatga ehtirom, baraka, hayot davomiyligi va milliy qadriyatlar ifoda etgan. Amaliy san'at asarlari nafaqat estetik, balki ma'naviy ahamiyatga egadir. Xalq amaliy san'ati bo'limi muzeyning eng jonli va ta'sirchan qismlaridan biri hisoblanadi. Chunki u orqali o'tmish avlodlarning hayot tarzi, dunyoqarashi va ma'naviy olamini yaqindan his etish mumkin. Muzeydagi tabiat bo'limi inson va tabiat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni aks ettiruvchi noyob makondir. Bu yerda namoyish etilayotgan eksponatlar orqali o'lkamizning tabiiy boyliklari, flora va faunasi, geologik tuzilishi haqida boy tasavvur qilish mumkin. Tabiat bo'limidan joy olgan hayvonot va o'simlik dunyosi namunalari, minerallar va qazilma boyliklari esa o'lkamiz tabiatining betakrorligidan dalolat beradi. Bu bo'limimiz tabiat bo'limi Navoiy viloyati hududiy jihatdan Qoraqalpog'iston Respublikasidan keyin 2-o'rinda turadi. Maydoni 111 ming kvadrat kilometrni tashkil etadi. Tabiati go'zal va o'zgaruvchan, yerlari asosan cho'l, tog', yaylovlardan iborat bo'lgan viloyatdir. Viloyatning asosiy suv manbai Zarafshon daryosi hisoblanadi. Zarafshon daryosi qadimdan qabilalar va xalqlarni bir-biriga bog'lab, aloqa va savdo yo'llarini paydo bo'lishda muhim ahamiyat kasb etgan. Daryo o'zining shifobaxsh suvi bilan qadimdan aholining daryo bo'yida yashab, yerlarni ho'kiz va otlar bilan omoch orqali ishlov berishda va o'zlashtirishda, paxta, bug'doy va boshqa o'simliklarni ekib, dehqonchilikni rivojlantirishda hamda kichik, katta shaharlarni aholi turar joylarining paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan. Viloyat hududidagi Aydarko'l, Tudako'l, Sho'rko'l hamda viloyatimizdagi yirik suv havzalaridan iborat. Aydarko'l suv havzasi Navoiy va Jizzax viloyatlari chegaralarini kesib o'tgan. Bu ko'lda 30 dan ortiq baliq turlari bilan birga siz ko'rib turgan suvda suzadigan qushlar ko'plab uchraydi. Navoiy viloyatining Qizilqum cho'lida mamlakatimizning boshqa joylarida kam uchraydigan, balki umuman ko'zga tashlanmaydigan hayvonlar, kemiruvchilar, sut emizuvchilar, sudralib yuruvchilar oilasini uchratishimiz mumkin. Ushbu bo'limdagi jonzotlar viloyatning Qizilqum cho'lida mamlakatimizning boshqa joylarida kam uchraydigan, balki umuman ko'zga tashlanmaydigan hayvonlar, kemiruvchilar, sut emizuvchilar, sudralib yuruvchilar oilasini uchratishimiz mumkin. Siz ko'rib turgan mana shu jonzotlar muzeyning ekspozitsiyasidan joy olgan. Ha, muzeylar o'tmish xotirasi, bugungi kun sabog'i va kelajak avlod uchun qoldirilgan ma'naviy merosdir. Bu yerda saqlanayotgan har bir eksponatlar tarix bilan suhbat, har bir asarlar esa san'atning jonli mo'jizasidir. Shunday ekan, tarixiy asarlarni asrash bu faqat muzeyning emas, balki butun jamiyatning mas'uliyatidir. San'atni asrab qolish esa millatni asrab qolish demakdir.